سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Butun olamlarni tarbiya kunandasi bo'lgan va butun mahluqotlarni hojasi bo'lgan siz bilan bizni odam bolasini aziz va mukarram qilib yaratgan Alloh subhanahu va taologa behisob hamd va sanolarimiz, barcha shukrlarimiz, maqtovlarimiz bo'lsin. Sarvari koinot barchalarimizni qiyomat kunidagi shafoatxohimiz, sizni bizlarni zulmatdan nurga chiqishligimizga sababchi bo'lgan Janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz, durudlarimiz bo'lsin. Sayyidul ayyom hajjal masokin bo'lgan ushbu muborak juma kunining fazilatidan Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi bahramand aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatimizda Isro va Me'roj voqeasi va hikmatlari xususida inshaalloh Alloh taborak va taolo qodir qilgancha suhbat yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatlarimizga amal qilib yashamoqligimizni va ushbu suhbatimizni o'zi manfaatli aylasin. Muhtaram azizlar, islom tarixidan ma'lumki, payg'ambarlikning 10-yilida Alloh subhanahu va taolo o'z payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'zi tomonidan berilgan ko'plab mo'jizalardan biri bilan ulug'ladi. Bu Isro va Me'roj mo'jizasidir. Isro Alloh taoloning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir kechada Makkadagi Masjidul Haromdan Quddusdagi Masjidul Aqsoga sayr qildirishidir. Me'roj payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Quddus-i Sharifdan osmonlarga ko'tarilishlaridir. Alloh taolo ushbu mo'jiza haqida shunday marhamat qiladi. Ya'ni o'z bandasi Muhammadni sallallohu alayhi vasallam bir kechada Masjidul Haromdan atrofini barakatli qilganimiz Masjidul Aqsoga olib borgan zot Alloh barcha nuqsonlardan pokdir. Biz unga oyatlarimizdan mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun shu ishni qildik. Albatta u eshituvchi va ko'ruvchidir. Isro surasi 1-oyat. Bu mo'jizaviy safarning hikmatlari ko'p bo'lib, eng asosiysini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib, unga, ya'ni Muhammad alayhissalomga o'z mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun deb bayon qilmoqda. Boshqa oyat karimada Alloh subhanahu va taolo Me'roj haqida shunday marhamat qiladi. Ya'ni darhaqiqat u Muhammad Parvardigorning buyuk mo'jizalarini ko'rdi. Najm surasi 18-oyat. Me'roj safarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam osmonlarning qavat-qavat ekanligini ko'rdilar. Har bir osmonda ulug' payg'ambarlar bilan janobi payg'ambarimiz uchrashdilar. Jannat va undagi ne'matlar hamda do'zax va undagi azoblarga o'zlari ko'rib guvoh bo'ldilar. Muhtaram azizlar, endi Isro va Me'roj voqeasining tafsiloti haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makkada Hazrat Ali ibn Abu Tolibning opalari Ummu Xoniyning uyida uxlab yotgan edilar.
Shunda Jabroil alayhissalom keldilar va u zotni uyg'otib Masjidul Haromga olib borib, u yerda buroqqa mindirdilar. Buroq nimasi? Buroq jannatdagi hayvonlardan biri bo'lib, oq rangli, bo'yi eshakdan baland, hachardan past edi. Biroq shunday tez yurar ediki, buroq otni ta'riflanyapti. Shunaqangi tez yurardiki, uning tuyog'ini ko'z yetadigan joyga qo'yardi. Ko'zimiz qancha joyga, uzoqqa qancha joyga yetadi ko'zimizni ko'rishligi. Bitta qadam qo'yishligi o'sha ko'z yetadigan joyga qadam tashlardi. Shunaqangi tez yurardi. Jannatdagi o'sha buroq degan markabni ta'riflanyapti. Rangi oq ekanligi, eshakdan bo'yi baland ekanligi va hashardan pastroq ekanligi, uni chaqqonligi, yurishligi, tuyog'i shunaqa ediki, ko'z yetgan joyga tushardi uni tuyog'i tezligidan deyiladi. Isro kechasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Baytul Maqdisga olib borilganlarida u yerda barcha o'tgan payg'ambarlarning ruhlari bilan uchrashdilar. Jabroil alayhissalom ularni namozga taklif qildilar va Allohning amri bilan Rasulimiz alayhissalom imom bo'lib 2 rakat namoz o'qidilar. Qolgan payg'ambarlar esa orqalaridan iqtido qildilar. Bu voqea payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning barcha payg'ambarlarga yetakchi ekanliklari, risolatlarining umumiy va nihoyalovchi ekanliklariga ochiq oydin dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam osmonlarga jismlari bilan ko'tarildilar. U zot har osmonda payg'ambarlar va ko'plab farishtalar bilan ko'rishdilar. Shuningdek, jannat va jahannamning holini o'zlari guvohi bo'lib ko'rdilar. Sidratul Muntaho yaratilgan mavjudotlar ilmi va harakati tugaydigan joyga yetib, Allohning malakut g'ayb olamida ko'pgina ajoyibotlarni ko'rdilar va guvohi bo'ldilar. O'shanda ba'zi oyatlar nozil bo'ldi va har kuni o'qiydigan 5 vaqt shu namozimiz o'sha yerda farz qilindi. So'ngra Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ortga qaytdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom Makka ga qaytgach, Abu Jahlning oldiga borib, Isroning xabarini unga yetkazdilar. Shunda Abu Jahl: "Ey Banu Kab ibn Luay jamoasi, kelinglar" deb Makka mushriklarini chaqirdi. So'ngra ularga ham bo'lgan gapni aytib berdilar. Odamlarning ichida Baytul Maqdisga borganlari bor edi. Ular payg'ambarimiz alayhissalomdan o'sha yerdagi qadimiy masjidni sifatlab berishlarini talab qildilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga masjidni birma-bir vasf qilib berdilar. Ular to'g'ri aytdi deyishdi-da, so'ngra sen bizning karvonimizdan xabar ber deyishdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularning karvonidagi tuyalarning soni, ahvoli haqida to'liq xabar berdilar va nihoyasida karvon falon kuni quyosh chiqish paytida yetib keladi. Oldinda kulrang tuya bo'ladi dedilar. O'sha kuni hammalari shahar chetiga chiqib karvon kelishligini kutdi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek tasdig'ini ko'rdilar. Isro va Miroj voqeasi Makka mushriklarini juda bir parishon xotir holatga tushirib qo'ydi. Ulardan ba'zilari hayron bo'lib taajjubga tushdilar, ba'zilari esa yana sarkashliklarida davom etdilar. Muhtaram azizlar, endi ushbu buyuk mo'jizadan olishimiz zarur bo'lgan ayrim ibrat va hikmatlarga qisqacha to'xtalib o'tsak. Birinchisi, Allohning qudrati mutlaqo cheksiz ekanligi. Isro va Miroj voqeasi bizga eng avvalo shu haqiqatni o'rgatadiki, Alloh taoloning qudrati hech qanday o'lchovga sig'masligi, inson aqliga g'ayri oddiy tuyulgan ishlar Alloh taolo uchun mutlaqo bir oson ish ekanligi Alloh taolo Qur'onda yana shunday marhamat qiladi. Astagfirullah, innama amruhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya'ni u zot bir narsani iroda qilsa unga bo'l deydi, u esa darhol bo'ladi. Yosin surasi 82-oyat. Isro va Mirojni inkor qilganlar bu aqlga sig'maydi deydilar, ammo mu'minlar Alloh taolo barcha narsaga qodirdir deydilar. Shu bois Makka mushriklari
payg'ambarimizni Isro haqidagi aytgan gaplarini Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhuga yetkazib, unga ishonmasa kerak deb o'ylab turishganda u zot aytdilar: innaka naqola faqat sadaqa. Ya'ni agar u zot, ya'ni Muhammad alayhissalom shuni aytgan bo'lsalar, albatta rost aytibdi dedilar Abu Bakr Siddiq. Hech ikkilanishsiz tasdiqladilar. Bu Allohning qudratiga to'la taslim bo'lishdir. Bugun ham inson hayotida aql yetmaydigan holatlar ko'p uchraydi. Tuzalmas kasalliklardan shifo topishlik, umidsizlikda ilohiy yordamning kelishi va hokazo holatlarni ko'pini ko'rib yoki eshitib guvohi bo'lib turibmiz. Bugungi kunimizdagi mo'jizalarni ko'rish uchun inson qalbidagi basirat ko'zi ochiq bo'lishligi kerak. Chunki insondagi shu basirat ko'zi har bir narsadan demak bejiz emasligini bilib, har bir narsadan ibrat olishligimiz kerak. Ikkinchisi, payg'ambarimiz alayhissalomning maqomlarining ulug'ligi, ya'ni Isro va Me'roj voqeasi bizga payg'ambarimizning Alloh taolo nazdidagi o'ta ulug' maqomlarini ochiq oydin ko'rsatib beradi. Haq taolo u zotni yer yuzidan osmonlarga biror muqarrab farishta yaqin kelmaydigan maqomlarga ko'tardi. Bu hech bir insonga nasib etgan emas, magaram payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan boshqa. Me'roj kechasida payg'ambarimizni barcha payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qishlari ham juda katta ma'noga egadir. Bu holat u zotning barcha payg'ambarlar silsilasining rahbari, ularning da'vati yakunlovchisi ekanliklarini anglatadi. Payg'ambarimiz bu haqda shunday deganlar: faxrlanish emasu, men odam farzandining sayyidiman deganlar. Imom Muslim rivoyatlari. Uchinchisi, namoz eng ulug' ibodat ekanligi. Isro va Me'roj voqeasida eng katta amaliy hukm sifatida namoz farz qilinishligi ham bejiz emas. Chunki namoz banda bilan Robbisi o'rtasidagi eng mustahkam bog'lanishdir. Namoz mo'minning me'rojidir deganlar janob payg'ambarimiz. Ko'p ta'kidlaganlar. Men bir marta me'rojga chiqqan bo'lsam, sizlar bir kunda 5 marta me'rojga chiqasizlar deganlar. Har bir vaqtda o'qilgan namozimiz muhtaram azizlar shu me'rojga chiqishlikka teng ekan qarang. Juda siz bilan biz, ya'ni namozxonlar juda bir ulug' ibodatda ekanligiga dalolat qiladi bu narsa. Qarang, me'rojga chiqishlik. Ya'ni payg'ambar alayhissalom aytibdilar: men bir marta me'rojga chiqqan bo'lsam, xursand bo'linglar, sizlar bir kunda 5 marta me'rojga chiqasizlar. Chunki har bir vaqtda o'qiladigan namoz o'rtada hech bir vositasiz Alloh subhanahu va taolo bilan suhbatlashishlik muhtaramasidir. Albatta bu ulug' ne'mat ekanligini unutmasligimiz kerak. Barcha ibodatlar yerda farz qilingan bo'lsa, namoz bevosita, ya'ni me'rojda farz qilindi. Bu esa namozning islomdagi maqomi qanchalik ulug' ekanligini ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Faqimus solata innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya'ni namozni mukammal ado etingiz, zero namoz mo'minlarga vaqti tayin etilgan va farz deb bitilgandir. Baqara surasi 43-oyat. Bu amr Qur'onda ko'p marta takrorlanadi. Demak, namoz ixtiyoriy amal emas, balki mo'minning kundalik hayotida eng ustuvor farzdir. Namoz insonni gunohdan tiyuvchi, qalbi poklovchi va hayotni tartibga soluvchi va Alloh taologa yaqin qiluvchi ibodatdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innas solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ya'ni albatta namoz egasini, shu o'quvchisini fahish va gunoh ishlardan qaytaradi deyapti. Qarang, albatta namoz fahish va yomon ishlardan qaytaradi. Kimi desa o'sha o'quvchisini, shu egasini yomon ishdan, gunoh ishdan, fahish ishdan qaytaradi. Nimaga? Namozxon odam gunoh qilishlikdan o'zini tiyadi
o'g'irlik qilishlikdan, suxurlik qilishlikdan, yolg'on gapirishlikdan, zino qilishlikdan, har xil fahish ishlarni qilishlikdan egasini qaytarib turadi. Kim namozini to'g'ri va ixlos bilan o'qisa, uning hayotida tartib, qalbida xotirjamlik, oxiratida najot bo'ladi. Kim namozni asrasa, dinni asragan bo'ladi. Kim uni tark etsa, dinni xavf ostiga qo'ygan bo'ladi. To'rtinchisi, sabrdan keyin albatta ilohiy madad kelishligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlari biz uchun juda katta ibrat maktabidir. Isro va Miroj Makka mushriklarini, aziyatlarini cho'qqisiga chiqqan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga katta tasalli bo'ldi. O'sha paytda Sarvar olam sallallohu alayhi vasallam juda og'ir sinovlar ichida edilar. Makkada mushriklar islomga da'vatni qattiq rad etib, u zotni yolg'onchi deb atashar, masxara qilishardi, jismonan va ruhan aziyat berishardi. Eng yaqin tayanchlari bo'lgan amakilari Abu Tolib va suyukli juftlari Hadisha onamiz vafot etganlari sababli qalblaridagi g'am yanada og'irlashgan edi. Toifga da'vat uchun borganlarida esa haqorat qilinib, toshbo'ron qilingandilar. Shuncha musibatlar bir paytda kelgani sababli Habibimizga umid eshiklari yopilgandek tuyulgan edi. Ana shunday g'am, yolg'izlik va qattiq bosim avj olib turgan paytda Isro va Miroj u zotga ilohiy tasalli, ruhiy quvvat va kelajakka umid bo'lib kelgandi. Bu voqea bizga shu haqiqatni anglatadiki, Alloh subhanahu va taolo hech qachon sabr qilgan bandasini tashlab qo'ymaydi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor, albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor. Oyatning 2 marta takrorlanishi bu va'daning qat'iy ekanini, sabrning ortidan albatta Alloh taoloning yordami va inoyati kelishligini ta'kidlaydi. 5-inchisi iymon g'oyibga ishonish ekani. Isro va Miroj voqeasi iymonning haqiqiy mohiyatini ochib bergan buyuk sinov bo'ldi. Chunki bu voqea inson aqliga g'ayrioddiy, hatto ba'zilar uchun aqliga sig'mas tuyuldi. Ana shu paytda odamlar 2 toifaga ajraldi. G'aybga ishongan mu'minlar va aqliga suyanib hukm qilgan inkorchilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'minlarning sifatini shunday bayon qiladi. Allazina yu'minuna bil g'oyib. Ya'ni ular g'aybga iymon keltiradilar. Baqara surasi 3-oyat. Demak, g'aybga ishonish ko'z bilan ko'rilmagan, aql bilan to'la anglab yetilmagan holda ham Allohning xabarlarini haq deb qabul qilishdir. Isro va Miroj ana shu iymon mezonidir. Hozirda ayrim kishilarga o'zganing haqini yemagin, o'zganing haqidan tiyil, bu dunyoda to'g'ri bo'l, oxiratning savol javobidan qo'rqin deyilsa, darrov kim ko'rib ketdi deydiganlar bor, yoki jannatni, jahannamni borib ko'rganlar bormi o'zi deb so'rovchilar uchraydi. Ha, bor azizlar. Oxiratdagi ishlarni ko'zlari bilan ko'rib kelgan zot hayotida hech qachon yolg'on gapirmagan Muhammad sallallohu alayhi vasallamdirlar. 6-inchisi Alloh taoloning bu ummatga mehribonligi, ya'ni Isro va Miroj kechasi Alloh taoloning bu ummatga bo'lgan beqiyos mehri va rahmati yana bir bor namoyon bo'ldi. Miroj kechasida avvaliga 50 vaqt namoz farz qilindi. Keyin Alloh taoloning rahmati bilan u 5 vaqtga qisqartirilib, savobi 50 talik qoldirildi. Bu haqda Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Isro va Miroj kechasida namozlar 50 vaqt qilib farz qilindi, so'ngra kamaytirilib 5 vaqt qilib berilgandi. Ya'ni 5 vaqt qilib belgilandi. Keyin Alloh taolo tomonidan shunday nido qilindi: "Ey Muhammad, mening huzurimda so'z o'zgartirilmas. Albatta, siz uchun mana shu 5 ta namozda 50 taning ajri bordir" dedi Alloh taolo. Imom Buxoriy rivoyatlari. Qarang, shu o'qiydigan 5 vaqt namozimizga Alloh subhanahu va taolo 50 vaqt o'qilgan namozni savobini berar ekan. Ha azizlar, Alloh taolo bizga mehribon zot. Uning rahmati g'azabidan ustundir. Endi biz ham ushbu ilohiy marhamatga munosib bo'lishga harakat qilib,
u zotning amrini ixlos bilan o'z vaqtida ado etishligimiz lozim bo'ladi. 7-si, Merojda ayrim ijtimoiy illatlarni, oqibatlarini ko'rganliklari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Meroj kechasida ayrim gunoh egalarining azobga duchor bo'layotgan holatlarini ko'rdilar. Bu manzaralar ummat uchun ogohlantirishdir. Masalan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Men Merojda misdan bo'lgan tirnoqlari bilan o'z yuzlari va ko'kraklarini tirnab azoblayotgan odamlarni ko'rdim deganlar. Bular kim deb so'raganimda, bular g'iybat qilib odamlarning go'shtini yeydiganlar, ularning sha'nlarini to'kadiganlardir deyildi. Imom Abu Dovud rivoyatlari. Shuningdek, yetimlarni haqini yeydiganlar, olov yeyishayotganliklari, olov yegandek bo'layotganliklari, zinokorlarning yalang'och holatlarida tandirda azoblanayotganlari, sudxo'rlarning qorinlari uydek katta bo'lib azoblanayotganligini ko'rganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom Meroj kechasida ko'rsatilgan bu dahshatli manzaralar biz musulmon ummati ushbu illatlardan ogoh bo'lishimiz uchun edi. Buni ko'rsatilishligi ham siz bilan bizlarni ogohlantirilishligi va siz bilan biz ham shu holatga tushib qolishligimizni olinishligi uchundir. Bu ham Alloh subhanahu va taoloni siz bilan biz bandalariga o'ta mehribon ekanligi. Zero yetim haqqini yeyish, zino qilish, sudxo'rlik, g'iybat, omonatga xiyonat kabi illatlar jamiyatni vayron qiladi va oxiratda yuqorida aytilgandek og'ir oqibatlarga olib keladi. Shu o'rinda qayd etish joizki, Isro safari amalga oshirilgan joylar ayni paytdagi Falastin yurti hamda muqaddas hisoblanib, payg'ambarlar yurti sifatida alohida o'rin tutadi. Ayniqsa hozirgi murakkab va og'ir davrda yurtimizda insonparvarlik va birodarlik tamoyillari amalda namoyon bo'layotgani bu diqqatga sazovordir. Xususan yurtboshimiz tashabbuslari bilan Falastindan bemorlar, ayollar, qancha bolalar olib kelinib, ularga har tomonlama yordam ko'rsatilishligi, boshpana berildi, davolash ishlari yo'lga qo'yildi, ish bilan ta'minlash choralari ko'rilyapti. Bu xayrli ishlar musulmon ummati qalbida yurtimizga va davlatimiz rahbariga nisbatan cheksiz minnatdorlik tuyg'ularini uyg'otmoqda. Xulosa qilib aytganda, Isro va Meroj voqeasi bizga ilohiy hikmatlarni o'rgatadi. Umuman olganda payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlarini o'rganish va farzandlarimizga o'rgatish orqali biz o'z iymonimizni mustahkamlaymiz, dinimizni haqiqiy mohiyatini chuqurroq anglaymiz. Buning uchun farzandlarimizni shu bilimli qilib tarbiya etmoqligimiz, kasb-kamolatli qilmoqligimiz, ularni ilmsiz bo'lib qolishlikdan saqlashligimiz, farzandlarimizga Xudoni tanitishligimiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanitishligimiz, u kishini hayotlarini demak misol qilib hayotimizga dasturul amal qilishligimiz, farzandlarimizni ham shu oxirgi nafaslarigacha ummati deb siz bilan bizni g'amimizni yeb o'tgan janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni farzandlarimizga ham sevishlikni, yaxshi ko'rishlikni, u kishini sunnatlarini mahkam tutishlikni o'rgatishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Muhtaram azizlar, albatta bilimli odam, kasb-kamolatli odam hech qayerda xor bo'lmasligini farzandlarimizga ko'p o'qtirishligimiz kerak. Aytadilarki, bir qishloqdan bir ahli ilm o'tsa, bir olim, bir qori o'tadigan bo'lsa, o'sha qishloqni qabristonidagi azobni Xudo taolo 40 kun ko'tarib qo'yar ekan, qarang. Bu juda katta fazilat. Ahli ilmlarga, ulamolarga, olimlarga, qorilarga berilgan juda katta fazilat. Sababi olimlar, ulamolar, ular payg'ambar alayhissalomning merosxo'rlaridir. Chunki hech bir payg'ambar alayhissalom o'zidan biror bir boylik qoldirganligi yo'q, biror bir boylikni meros qoldirishgani yo'q. Ular ilmni meros qilib qoldirdilar. Albatta olimlar, ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Kim olimlarni, ulamolarni hurmat qilsa,
izzat qilsa, xizmatini qilsa, demak payg'ambar alayhissalomlarning xizmatlarini qilgandek bo'ladi. Qarang, bitta olimni bir qishloqni qabristondan o'tishligi, demak bitta o'sha qabristonda yotganlarni 40 kungacha demak azobini ko'tarib qo'yishlik bo'ladigan bo'lsa, ular bilan o'tirib suhbat qilishlik yoki ularni uyga chorlashlik qanchalik bir ulug' ekanligi yoki qaysidir bir xonadondan bir qori, mulla, ahli ilm, olim chiqadigan bo'lsa, u xonadonga azob uqubat yaqinlashmasligi qancha Xudo taoloni barakoti yog'ilib turishligini bir tasavvur qilaylik. Qarangki, bir ulug' insonni nomini zikr qilishlik qanchalik ulug' fazilat ekanligi. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytadilarki, bu kishini muridlarining ichida bir omisi bor ekan. Ya'ni bilinchisi juda ilmli emas ekan, omi ekan, lekin shu kishiga murid ekan, juda ixlosmand ekan. Shu kishi ziyoratlariga kelmay kam ko'rinadigan bo'lib qoldi. Bir kun ko'chada ko'rib qolib, "Ey falonchi, nimaga sen ko'rinmay qo'yding, suhbatlarga kelmay qo'yding?" desa, "Ey hazrat, nimasini aytasiz? Men bir ulug' darajaga yetishib qoldi. Har kuni xuftondan keyin men Xudo taolo bilan so'zlashyapman, suhbatlashyapman." Endi u kishi olim zot Hasan Basri, u kishi darrov tushunibdilar. Chunki omi odamni shayton yo'ldan urishligi oson bo'ladi. Shunda aytiblarki, "Ha mayli, o'sha bir suhbat qilganingda Xudo taolo bilan Hasan Basrining meni ismimni bir zikr qil, iltimos" debdi. Va xufton namozidan keyin go'yoki bir arshaloqga chiqqanday bo'lib juda bir suhbat qilib turganda ustozlarning gapi esiga tushib qolib, Hasan Basri degan chog'lari yo'q, shunday o'zlariga kelsa, bir go'ng tepani ustida o'tirgan ekan. Qarang. Har kuni shayton uning ilmsizligidan foydalanib aldab, bir go'ng tepani ustiga qo'yib, "Sen Xudo bilan suhbatlashyapsan, sen baland darajada ekansan" degan. Ya'ni demoqchimizki, shu ilmsiz bo'lib qolishlikdan, bir hunarsiz bo'lib qolishlikdan, Xudoni tanimay qolishlikdan Alloh subhanahu va taoloni o'zi asrasin. Alloh subhanahu va taolo o'zi barchalarimizni o'zi suygan solih bandalari qatorida aylasin. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo, hammamizni ham shu ko'zimizni oq qorasi bo'lgan, yemay yedirib, kiymay kiydirayotgan, o'zimiz oyog'imizga eski to'pli kiysak-da, yangisini ularga kiydirayotgan shu farzandlarimizni Alloh subhanahu va taolo demak ilmli, bilimli, bu jamiyatimizga, yurtimizga manfaat keltiradigan, sizni bizga xizmatimizni qiladigan, boshimiz yostiqqa tekkanda xizmatimizni qiladigan va sizni bizlar bu dunyodan o'tganimizdan keyin ortlarimizdan duoyi xayr, duoyi takbirlarda eslab turadigan farzandlardan bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib aylasin. Sabab siz bilan biz demak bu foniy dunyodan o'tganimizdan keyin demak qilib turgan barcha bu amallarimiz kesiladi, to'xtaydi muhtaram azizlar. Chunki hali hayotimiz, ibodat qilyapmiz, ihson qilyapmiz, Qur'on tilovat qilyapmiz, nomoyi amalimizga savob yozilib turibdi. Demak bu jon jasaddan chiqqandan keyin bu amallarning hammasi kesiladi, to'xtaydi. Chunki ibodat qilaylik desak, qani jon, qani quvvat, qani kuch? Ihson qilaylik desak, qani quvvat, qani kuch? Shunda ham siz bilan bizning nomoyi amalimiz yopilmasdan savob amal yozilib turadigan amallarning bittasi shu siz bilan biz qoldirib ketayotgan solih farzandlarimizni, siz bilan bizni nomimizdan qilib turgan sadaqatlari, siz bilan bizni nomimizdan qilib turgan ihsonlari, siz bilan bizni nomimizdan bir 2 rakat bir nafl ibodati qilib namoz o'qib, savobini siz bilan bizga baxsh etib tursa, mana shu narsa bizlar o'tganimizdan keyin ham ortimizdan borib turadi. Demak, farzandlarimizni ham shunga yarasha tarbiya qilishligimizni Alloh subhanahu va taolo nasib aylasin. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo, ojizlik bilan qilayotgan ibodat, tilovat va barcha solih amallarimizni Xudo taolo o'z dargohida